Istanbulda bo'ron va kuchli yomg'irlar kuzatilmoqda. Buning ortidan shaharda hayot qiyinlashdi. Xususan kuchli shamol Istanbulning Beylikduzu, Buyukchekmeji, Avjilar va Beyo'g'li tumanlaridagi binolarning tom qoplamalari va fasad qismlarini uchirib yuborgan. Ular esa ko'chalarda parkovka qilingan avtomobillar ustiga tushgan. Kuchli shamol sabab Tuzla qirg'oqlari bo'ylab to'lqin ko'tarilgan. Buning oqibatida qirg'oqda langar tashlagan ba'zi qayiqlar ag'darilib ketgan. Shamol ortidan samolyotlar aeroportga qo'na olmagani ham aytilmoqda. Ayrim joylarda shamol tezligi soatiga 50-70 kilometrgacha yetmoqda. Buyukchekmejidagi D100 yo'lidagi yer osti o'tish joyini suv bosgan. Transport harakati ham qiyinlashgan. Bundan tashqari hududlarda qator yo'llarni suv bosgan, daraxtlar ag'darilgan, kemalar va mashinalarga shikast yetgan. Meteorologiya xizmati noqulay ob-havo yana bir necha kun davom etishidan ogohlantiryapti.